Turmush o'rtoq ayoliga 100% ishonchi komil, lekin ayol turmush o'rtog'idan tashqari ko'chadagi boshqa erkaklar bilan ham flirt, ya'ni o'zini mulohaza qiladi-yu, shunaqa qilib tutar ekan va u yoqtiradigan va uni ham yoqtiradigan bir oilali erkak kishi. Lekin bu ayol ham oilali, u erkak ham oilali, bir-birisi bilan hech qanday muloqot, jinsiy aloqagacha borish bo'lmagan. Azizlarim, aytingchi, bu holatda bu ayol nima qilishi kerak? Bugungi suhbatimiz xiyonat haqida, ya'ni xiyonatni bir ajoyib turi haqida. Ayol kishining xiyonati. Bu voqea oddiy bir o'zbek oilasida bir nechta farzandlari bor, sevimli turmush o'rtoq, sevimli rafiqa bo'lgan oilada sodir bo'lyapti. Turmush o'rtoq ayoliga 100% ishonchi komil, lekin ayol turmush o'rtog'idan tashqari ko'chadagi boshqa erkaklar bilan ham flirt, ya'ni o'zini mulohaza qiladi-yu, shunaqa qilib tutar ekan va u yoqtiradigan va uni ham yoqtiradigan bir oilali erkak kishi. U erkak kishi bilan ular telefonda gaplashib yurishgan, peripiska bo'lgan va o'rtalaringizda simpatiya mavjud bo'lgan. Lekin bu ayol ham oilali, u erkak ham oilali, bir-birisi bilan hech qanday muloqot, jinsiy aloqagacha borish bo'lmagan. Bir kun u ayolning oilasida urush to'polon bo'lgan. Eri bilan chiqishmay qolishgan, tushunmay qolishgan bir-birlarini va urushib jahl qilib ayol uydan chiqib ketgan va chiqib ketishdan oldin eri jahl qilib taloq so'zini aytib qo'ygan bir marta. Va u ayol o'zini uyiga bolalarini yig'ishtirib ketgan va uyga ketgandan keyin bir necha hafta, balkim bir necha oy o'tgandan keyin u ayol u erkak bilan, o'sha birinchi ko'chada oilali erkak bilan gaplashishni boshlab, u erkakka nikoh qilib turmush qurib, ikkinchi xotin bo'lib erga tegib olgan. Va bu yerda albatta sizlarda savollar paydo bo'lyapti уже bu gapni eshitib. Keyin u erkak bilan yashab, ya'ni o'sha ikkinchi ayol bo'lib yashab, boshqa uyda bekinchi holatda, u erkakni ayoli ham bilmagan holatda yashab yurishgan. Va bir kun endi ikkinchi ayol bo'lgandan keyin bolalarni u erkakni uyiga yoki o'sha uchrashib yuradigan joylisiga olib bora olmagan va o'zini birinchi eri u ayolni qaytib kelib kechirim so'rab, yarashamiz, birga yashaymiz, yashashda davom etamiz deb, hech narsa nikoh qaytadan o'qitmasdan, hech narsa qilmasdan qaytadan yashashni boshlashgan, yarashib. Va bu ayol hozir shunaqa endi arosatda nima qilishini bilmaydi. Bu yoqda yangi turmushi ham bor, nikoh o'qib boshqa erkakka ikkinchi xotin bo'lib tekkan va o'zini birinchi eri, ya'ni o'sha haqiqiy eri, u bilan ham bu bilan ham turmushda, ya'ni yashaydi. U eri ham bilmaydi, bu eri ham bilmaydi bu haqida. Azizlarim, aytingchi, bu holatda bu ayol nima qilishi kerak? Qanaqa qilib bu holatdan to'g'ri chiqib ketish kerak? Balkim haqiqatni aytish kerakdir. Balkim ikkita quyonni ketidan qo'ylab hech narsasiz qolishi ham mumkin. Lekin balkim haqiqatni aytsa, eri tushunib yana qaytib qabul qilishi, balkim ikkinchi turmush o'rtog'i qabul qilishi. Nima deb o'ylaysizlar? Bu yerda aslida qayerda xatolik bo'lgan? Men o'zimni fikrimni aytib o'tsam, birinchi o'rinda bu yerda ayol bilan gaplashadigan, to'g'ri maslahat beradigan, eng muhim kerakli bazaviy jinsiy tarbiyani o'rgatadigan holat bo'lmagan. Bu ayol o'zini eng yaqin insonlari, ota-onasi, balkim opa-singillari, ular bilan ham bunday narsalarni bo'lishmagan, hech qachon gapirmagan va ular ham jinsiy tarbiya nima, qanaqa qilib qiz bolaga har bir tartib bo'yicha islom qoidasi, odobini o'rgatib, ayol kishi qanaqa tutish kerak, bularni hech ham gapirmagan. Va o'ylaymanki, ilmsizlikdan, bilmagandan, ya'ni yetarlicha ma'lumot bo'lmagandan bu ayol hozir shunday tupikka kirib qolgan. Ikkalasidan ham keta olmaydi, lekin ikkalasiga haqiqatni aytsa, oxiri voy bo'lishi mumkin. Izohlarda sizlarni fikringlarni va bu masalaga javobinglarni kutib qolaman. Nima deb o'ylaysizlar? Qanday qilib bu masalani yechish mumkin va to'g'ri, hech qanaqa yo'qotishlarsiz chiqib ketish mumkin?